Assalomu alaykum azizlar. 3 haftadan keyin Ra'noxon bog'chasiga yo'l oldi. Bizda yomg'ir azizlarim. Ketdik bog'chamizga. Ketamiz Ra'noxon. Anchadan beri chiqmagan bog'chasiga qanaqa bo'layotgan avtobusga chiqyapmiz. Ketdik bachalar. Bizda yomg'ir, Koreyada havo juda ham sovuq, hozir 5 daraja. Juda ham sovigan. Qachon yoz kelar ekan bu Koreyaga? O'zbekistonda maza etib issiqda bitta ko'ylakda maza etib aylanib, o'zimni vatanimni ovqatlaridan maza qilib yeb keldim. Ra'noya, yeb o'zaya. Assalomu alaykum heba. Ulti choranda. Qaja. Yomg'ir tinibdi. Bugun kuni bilan yomg'ir ko'rsatdi. Xursand bog'chasiga ketayotgandan. Annyeonghaseyo heyajan. Ra'noni o'rtoqlari ham chiqdi. 3 haftadan beri ko'rmagan yugurishiga. Ra'noxonni bog'chasiga qo'yib keldim hozir. Kayfiyati zo'r, bog'chasini sog'inibdi. Boshqa bir bolalarga o'xshab, masalan, bog'chaga bormayman, uyda qolaman demaydi. Har doim kulib bog'chasiga 5 minut oldindan chiqib sog'indim bolalari, o'rtoqlarimni deb. Xullas bugundan o'rtoqlar, fleshkamda olib kelgan O'zbekistondagi chiroyli videolarimni qo'yib borishga harakat etaman va albatta negativchilar bilan ham gaplashishni esimdan chiqarmadim. Farzandlarimni bog'chasiga o'qishga yubordim, yana oddiy hayotimga qaytdim. Qaynonamni kimchilarini juda ham sog'inibman. Sразу o'zim zavtrak taxladim, chapagetti taxladim mana. Qora ramyon va yonda tuxumsiz bo'lmaydi. Shuning uchun qaynonamni kimchilari bilan yeymiz va keyin qaynonamni ko'rgani ketaman. Qaynonam kasallar, sizlarga borib ko'rsataman xudo xolasa. Yaxshi bo'lsalar, bismillah. Juda sog'inaman qaynonam kimchilarni. Issiq. O'zbekistonda ham kimchi tayyorlamoqchi bo'ldim, lekin narsalarini topib bilmadim. Shu yerdan olib ketsam ham bo'ladi, lekin bir ikkita narsalarni o'tkazmadi. Shuning uchun tayyorlab bilmadim. Kimchi tayyorlab onamga qo'yib kelmoqchiman. Onam ham koreyscha kimchilarni yaxshi ko'radilar. Koreyada bo'lsam O'zbekiston ovqatlarini sog'inaman. O'zbekistonda bo'lsam Koreyani ovqatlarini sog'inaman. Juda mazali. Men qora ramyonni uncha yaxshi ko'rmayman, lekin nimagadir kimchi bilan bugun yegim keldi. Men o'zim achchiq ramyonni yaxshi ko'raman. Achchiq ramyondan ko'ra bugun qora ramyonni yegim keldi. Bu kimchiga qarang-a. Kapustan asal. Kelinglar, zavtrak birga qilamiz. Sizlarim, men tayyorman, ovqatlanib bo'ldim. Endi qaynonamni ko'rishga ketamiz. Yuzimda ko'rib turibsizlar, bitta ham effekt yo'q. Qaytadan yuzimga lechenialarimni boshladim, jaltildab, chiroyli bo'lib turibdi. Endi qaynonashkamni ko'rishga ketamiz. Ketdik. 여기 없더라. 엄마 커피 어디서 마실 거예요? 여기 넣고
난 차가운 물 탈 거예요. 좀 차갑게 먹을게요. qaynona kelin coffee time. qaynonam ancha yaxshi bo'lib qolibdilar. qaynonamning xonasiga kiramiz. Omma ko'pi oddidan oya. O'zbekistonning shirinliklaridan qaynonam yeb turibdilar. Bu meni kofeyim, bu bo'lsa kunjutli masla. Qaynonam umrlar uzoq bo'lsin, har doim bir nimalar beradilar. Menga berdilar kunjutli masla. Ketdik endi qaynona kelin coffee time. 그래요? 수입. 미국 나라에서도 수입이 해온가 모르겠다. 아니에요. 우리나라는 저런 거 수입 안 해요. 한다냐? 아니, 다 중국 거라고 아니요. 하니까. 이래서는 수입을 막 엄마 수입하면 중국에서 옷이 들어와도 엄청 비싸요. 우리나라에서 수입이 들어와서 먹을 것도 저렇게 비싸면 사람들 어떻게 사 먹어요? 이거는 직접 만든 거 우리나라에서 그냥 길러서 하는 거예요. 근데 우리나라에서는 이거 중국 거라고 막 수입해 오냐? 그러니까 여기서 안 하니까 여기서 없으니까 없는 게 아니라 비싸니까 싼 거 들여와서 비싸게 팔아먹은 거야. 국가이라고 그러고. 그 뉴스에 고춧가루도 중국 거 들어와가지고 네. 이거 3핀 사왔더라? 80사? 아니 우리나라에서는 이거 키르는 거는 내가 직접 몇 번 봤어요. 마당에서 그냥 막 놀려서 까먹고 맛있어. 한국에는 비싸니까 뭐이든지 중국도 수입해. 그 중국이 넓으잖아 땅이. 그러니까 수입해갖고 여기 국산이도 중갑에 팔아먹고 고춧가루도 그러고. 우리나라에서 바나나 같은 거, 뭐 레몬 같은 거 그런 거는 수입으로 들어왔는데 이제 그것도 우리나라에서 만든 저기 한국 그 나오고 있어요. 음식 잘하는 사람 남자 100 누구 있냐? 100 누구 백다방. 백다방, 백종. 그 사람 걸려가지고 요새 난리냐? 오 맞아요. 그래 저 중국 거를 써가지고 쓴다고. 국산을 안 하고 중국 거 썼다고. 맛있겠다 이게. 이 귤이 맛있어. 비싸 좀. 6개에 10,000원. 쓰레기 버리고 있어. Raspakovga chek o'rtoqlar, assalomu alaykum. Voy. Xo'sh, narsalarimizni bitta-bitta ko'rsataman. Endi narsalarni ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib tofu mana. Tofu bu tubu deyiladi koreychasiga. Yogurt oldim. Keyin bolajonlarim yaxshi ko'radigan banan. Va bu nima bu? Bu mevaning otini bilmayman, lekin juda ham yaxshi ko'raman. Buni mukbang qilamiz deb ko'rib. Bu bo'lsa qaynonashkam bergan nimani bu kunjutli masla. Xo'sh, bitta sumkani bo'shatdim. Ikkinchisi shikpang oldim, ya'ni non. Buni tuxum bilan bolalarimga qovurib bersam, bachalarim maza etib yeydi. Ikkinchisi xubak, kabachkidan salatlar, suvli ovqatlarga qo'shaman. 3 hafta uyda yo'qligim umuman ko'p narsa yo'q ekan, shuning uchun endi bitta-bitta olib o'tiribman. Bu kungmamul, buni Ramaxon yaxshi ko'radi, salat tayyorlayman, ovqatlar bilan birga yeydi. Mana. Va oxirgisi bolali uyda har doim topilishi kerak bo'lgan tuxum. Tuxumsiz uyimizda umuman bir kun ham o'tmaydi. Shuning uchun tuxum yarimta qoldim, 15-20 ta qoldim. Sirazim yana bir fleka olib kelaman. Xullas, bugungi bozorligim shulardan iborat. Kichkinagina bozorcha etdim. Endi sekin-sekin har kun narsalarini olib, uyga kerak bo'ladigan narsalarni olib qo'yaman, chunki 3 haftadan beri bizning uyimizda bozorlik qilinmagan. Qaynonam uylaridan olib kelib ovqat tayyorlab berganlar. Xullas, raspakovka chek o'rtoqlar. Xullas, menga bir nimalar keldi sizlar bilan, shuni bo'lishmoqchiman. Tak, boshladik. Kecha bir og'iz aytdim, shunaqa sumka kerak menga deb. Bir og'iz aytdim, turmush o'rtog'im zakaz beribdilar, men ham bilmayman. Bir kunda yetib keldi. Mazada shu pochta xizmat Koreyada juda ham tez ishlaydi.
Nimam yoqibmi? Ovozim eshitilar. Yoqilar ekan. Las ochib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Voy! Rangi ham shunaqa chiroyli. Bunga qaranglar. Ay, super turmush o'rtog'im bor-da. Wow! Bunga qaranglar. Juda chiroyli. Korobka bu yoqqa to'xtab tur. Har doim podiumlarga borarimda, menga shunaqa bundan sal balandroq sumka bor edi, noqulay. Shuning uchun har doim shunaqa sumkam bo'lishini xohlagandim. Bunga qaranglar, vashi super. Chunki faqat oyoq kiyim, faqat bo'yanish uchun narsalar olib boriladi, boshqa narsa kerak emas. Kiyimni o'zi beradi u yoqdan. Shuning uchun katta sumka juda ham noqulay. Bu bo'lsa juda ham qulay. Super вообще. Mana kodlarigacha bor. Buni men ochilmadi. Tak bilmadim. Ha, mana ochilgan ekan, mana bundoq etsa. Voh, zo'r. Orqasiga qaranglar. Mana bundoq etsa, kofe qo'yadigan joyi, ichimlik, suv yoki kofe qo'yadigan joyi. Bundoq esa yopiladi, super. Bu tarafiga qaranglar, mana. Bundoq bemalol podiumlarga endi mana bunaqa qilib yurib borsam bo'ladi. Narsalarim normal, hammasi narsalarim sig'adi. Keyin oldi mana bunday ochiladi, qaranglar. Mana. Bu yog'ini katta joyini, katta nima deydi, oyoq kiyim solinadigan joyini ochmasa ham bo'ladi. Hujjatlar turadigan joy yoki kerakli, tez kerak bo'lib ishlatiladigan joy narsalarimizni mana shu tarafiga qo'ysak, bemalol katta tarafini ochmasak ham bu taraf kichkina zamochkasini ochib bemalol ishlasak bo'laverar ekan. Xo'sh, qana, ana mana o'rtoqlar, bu zo'r narsa. Zo'r narsa. Go'zal turmush o'rtog'im bor-da. Endi kod qo'yishimiz kerak bunga. Super, xullas. Mana bu yerda mana bu joyda ko'rinadimi yo'qmi, fleshka qo'yadigan, zaryada qo'yiladigan joyi ham bor ekan. Вообще super. Zaryad, telefon fleshkani ham qo'ysa bo'ladi. Telefonni zaryada qo'ysa ham bo'lar ekan. Ichini ochib ko'ramiz endi, katta kamerasini, katta nimasini, bu yog'ini. Buni yotqizib ochish kerak ekan, katta joyini. Wow, mana ko'rib turibsizlar. Zo'r, ichida ishlatilish, kodlarini terish nimasi ham bor, o'rtoqlar. Zo'r. Xullas, menga juda ham yoqdi. Ayniqsa rangi вообще super. Chunki men ishlatib o'tirgan sumka Kerio deyiladi. Kerio ishlatib o'tirgan kichkina Kerio rozviy rangda edi. Shuning uchun rozviy rang olish xohlamagandim. Turmush o'rtog'imga aytmagandim, lekin shunga ham bilibdilar rozviy sumkam borligini. Xullas, azizlarim, sog' bo'lasizlar. Menga bu sovg'a juda ham yoqdi. Rahmat turmush o'rtog'imga. Thank you, yobo.